2026-yilning 17-22 may kunlari Baku shahri Birlashgan Millatlar Tashkilotining Butunjahon shaharlar forumi 13-sessiyasiga mezbonlik qilmoqda. Mazkur global platforma barqaror shaharsozlik va iqlim o'zgarishiga moslashish strategiyalarini muvofiqlashtirish maqsadida tashkil etilgan. Davlatimiz rahbarining ushbu sammitdagi ishtiroki O'zbekistondagi shaharsozlik islohotlarini xalqaro standartlar bilan integratsiya qilishga xizmat qiladi. Bu kabi yondashuvlar esa har ikki mamlakatning ichki urbanizatsiya jarayonlaridagi o'xshashliklar yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu forumda O'zbekistondan o'z pavilyoniga ega bo'ladi. Bu ilk bor. Bunday pavilyonlar O'zbekiston bilan bir yana 39 ta davlat buni tashkil qiladi. Ushbu forumda 181 ta davlatdan 35 mingtaga yaqin ishtirokchi ishtirok etishi kutilmoqda. Ushbu forumda 15 ga yaqin davlatlarda birinchi rahbarlar, prezidentlari kelishi, shu bilan birga O'zbekiston Respublika prezidentimiz Shavkat Miromonovich ishtirok etishi kutilmoqda. Ushbu ishtirok albatta O'zbekistonda amalga oshirilayotgan urbanizatsiya, uy-joy siyosati uchun monand deb o'ylayman. Chunki ushbu forumda yirik maslahatchilar, ya'ni konsultantlar, ekspertlar, loyiha tashkilotlari, banklar va boshqa yirik fondlar ishtirok etishi kutilmoqda. Bu albatta O'zbekiston uchun katta tajriba platformasi bo'ladi. O'zbekiston va Ozarbayjonda kechayotgan urbanizatsiya jarayonlari o'xshash tendensiyalarga ega. Toshkent va Baku yirik aglomeratsiyalarga aylanib, iqtisodiy o'sishning asosiy markazlari bo'lib qolmoqda. Har ikki davlatda aqlli shahar konsepsiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Ozarbayjonning qayta tiklanayotgan hududlaridagi Smart City va Smart Village hamda O'zbekistondagi yangi Toshkent loyihalarida infratuzilmani noldan zamonaviy texnologiyalar asosida qurish strategiyasi qo'llanilmoqda. Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida urbanizatsiya Butunjahon forumi o'tkaziladi. Bu 121 ta davlat ichida bizning ham pavilyonimiz bor. Bu pavilyonni ko'rsatishdan maqsad avvalambor biz ham O'zbekiston ham rivojlanayotgan davlat sifatida rivojlangan davlatlarda qilayotgan ishlarni biz ham amalga oshirayotganligimizni bitta bir hali dalolat. Ya'ni bu yangi Toshkent loyihasini ko'rsatish. U yerda o'sha juda katta hajmga ega bo'lgan materiallardan iborat pavilyon. Bunda biz mana shu sohada erishgan natijalarimizni ko'rsatish va tajriba almashish, kelgusida yondashuvlar agar ilg'or xorijiy tajribadan kelib chiqib ilg'or yondashuvlar bo'ladigan bo'lsa, albatta bularni ham kelgusida bu demak tadbirlarda amalga oshirishda buni qo'llash maqsadimiz. Urbanizatsiyadagi mushtaraklik iqtisodiy hamkorlik uchun poydevor bo'lmoqda. 2025-yil yakunlariga ko'ra o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 40% ga o'sdi. 360 million dollarlik qo'shma investitsiya jamg'armasi aynan sanoat va infratuzilma loyihalariga yo'naltirilgan. Ushbu urbanizatsiya forumi orqali biz davlatimizda bosh rejalar yoki bo'lmasa o'sha qurilish sohasidagi amalga oshirilayotgan ishlar va aholiga qulay bo'lgan shahar barpo etish. Aholiga qulay bo'lgan shahar barpo etish deganda biz nimani tushunishimiz mumkinki, bizni farzandlarimiz, oilalarimiz urbanizatsiya jarayonlarida ishtirok etadi degan tushunchani to'g'ri deb bilamiz. Bu jarayonda fuqarolarga qulaylik, yo'l, infratuzilma, boshqa yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilgan bir tizim yaratilishda bir alohida bir yo'nalish bo'ladi deb hisoblanadi. Shaharlar rivoji bevosita transport arteriyalari bilan bog'liq. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rta yo'lak loyihasining asosiy ishtirokchilaridir. 2024-yilda ushbu yo'nalish orqali yuk tashish hajmi 3,3 million tonnadan oshdi. Mazkur logistik zanjir O'zbekiston eksport yuklarini muqobil yo'llar orqali Yevropa bozorlariga chiqishini ta'minlovchi eng qisqa va xavfsiz yo'nalish hisoblanadi. Ikki davlat munosabatlari ittifoqchilik shartnomasi bilan yangi bosqichga ko'tarildi. 2025-2029-yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasi strategik maqsadlar mushtarakligini tasdiqlaydi. Bakuda O'zbekiston bog'ining tashkil etilishi esa yaxlit iqtisodiy va madaniy makon shakllanayotganidan dalolatdir. Xulosa qilib aytganda, Baku sammiti O'zbekiston uchun shaharsozlikning zamonaviy modellarini o'zlashtirish va iqtisodiy diplomatiyani mustahkamlashda muhim platforma vazifasini o'taydi.